Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Qayerliksiz? Tojikiston Panjshir shahridan. Ismingiz? Ismim Bobojon. Hurmatli kuzatuvchilar, biz bugun Moskva shahridagi Vishnikovskiy bozoridamiz. Mana bozorda Vishnakovskiy Vishnikovskiy bozordamiz. Masinashidagi adres kelinglar, mana arzonroq skidka qilib beramiz. Mana akamizning joylari. Qanchada borib kelasiz uyga? Men bir bormaganimga 6 yil bormadim. 6 yil bo'ldi. Yangam ham shu yerdalarmi? Endi uylandim, 1 yilga bir bor bo'lib kelyapman. Ha, farzandlardan nechta? Bitta bo'ldi oling. Endi borib kelamiz, xudo xolasa. Necha yoshdasiz? Men yoshim 26 ga kirdim. Shunda 26 yoshda ekansiz. Ko'nglingiz necha yoshda? Ko'nglim 15 yoshga. Maktab yoshida, maktablar istaganasiz? Ha, конечно. Xudoga shukr. Darslardan qochib, ha? Yo'q, men buncha darslarga qo'shmaganman. Nimaga deganda men 1 yil o'qidim. Polniy gрамотам bor. Demak, a'lochi bo'lgan ekansizda? Ota-onangizga rahmat keltirib, yuridik institutdan nima qilganman, topshirganman. Hammasini nima qayseraman ber o'qishimdan bo'lmaydi kerak. Maktab payti birinchi muhabbatingiz bo'lgan? Maktab payiga? Maktab paytiga birinchi muhabbatingiz bo'lganmi? Ha, u maktab payiga bo'lgan, endi serano qoldirmaydi-ku. Ha. Shu birinchi muhabbatingizga uylandingizmi yoki yo'q? Yo'q, ha? Bunaqa odamlar redki случай rus tiliga aytadi, redki случай bo'lib turadi-da bunaqaga. Odamlar 30 dan 70% nima o'ylamasiga. Kelinoyim bilan qanday tanishgansiz? Yangam bilan. Birinchi bor necha Rossiyadan bo'lgandan ko'rganman. Ma'qul qilgan, ota-onamga yaxshi. Ota-onangizlar topganlar. Ota-onamlar topgan. Ularga yaxshi bo'lsa menga ham yaxshi. Ularning xizmatini qilsa menga bo'ldi. Ota-onangizlar bilan har kun gaplashasizmi yoki через день или haftada? Qanday? Har kun 3 bor, 4 bor. Keling men ham shunday. Ko'p yaxshi ko'rishingizni aytasizmi? Yaxshi ko'rishingizni aytasizmi? Aytganman-ku, endi serano bu ish paytiga ham unaqa nima bo'lmaydi. Nimaga aytmaysiz? Serano o'zingizning nimasi bo'lsa. Mayli, hozir aytib qo'ya olasizmi? Ha, конечно. Otangizga, onangizga, ismlari bilan, yangamga. Ismlarimni ham aytaman. Sizni kuzatadilar-ki. Ha, mayli. Mening otam Xolmirjon Qavrov, Panjshir shahri, tug'ilgan. Yoshi 53 yoshga. Onam Hojiva Muslima. Panjshir shahrida u ham tug'ilgan. 52 yoshga. Ana ularni men qattiq sevaman, onam otamni ham. Xudo xolasa niyatim bor hajga jo'natishga. Unaqa niyat обязательно. Nimaga deganda ota-onam ham jo'natgan. Sal balandroq gapirsangiz. Nimaga deganda ota-onam ham jo'natgan, ota-onasini. Ana endi Xudo xolasa bizda ham niyatimiz bor. Ishlaylik. Hamma narsa o'ylandik ham, hamma narsa navbati bilan Xudo xolasa bo'laveradi. Mayli, yangamga ham ayting endi. Ha, yangangizni endi nima aytay bo'ladi? Yangangizni ham yaxshi ko'rishingizni aytasizda, nima aytasiz? Ha, Xudoga shukr. Qanday u juftda halol degan gaplar bor odamga. Xudoga shukr, yaxshi ko'ramiz. Bola chaqalar, nima bo'lmagan paytda ham bolalarimning onasi. To'g'ri-da. Yaxshi ko'rasiz, hurmat qilasiz. Hurmat, u ham mening hurmatimni biron bir gapimni qaytarmagan. Nima bitta qilmagan, ikkita qilmagan gapimni, bitta nima qilgan, tamom. Kelib bir mana shu qilsinlar qilib, klientlar bizga ham ko'paysin. Nima bo'lganda ham o'zbek tojik xalqiga O'zbekiston mening ikkinchi vatanim. Nimaga deganda mening momom Samarqanddan. Samarqanddanlar? Bu izlar. Bobom Ko'lobdan, momom Samarqanddan. Qoron paytiga borib kelgan paytiga momni topgan, Panjshirga kelib o'tirgan. Ilohim sog' bo'lishsin. Mayli, unda hamma qarindoshlarga salom aytamiz. Hammasiga salom, sog' bo'lsin, omon bo'lsin, sog'lik tilaymiz. Yurtdoshlarimizga ham hammasiga. O'zbekiston to'yi musulmon xalqi o'xshab obod bo'lsin-da, sog' bo'lsin. Ilohim sog' bo'lsinlar. Mayli, rahmat sizga kattakon, savdoyingizni bersin, sog' salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Rahmat, sog' bo'ling.